Assalomu alaykum. Bugungi video rolikimizda sizlarga voha paxtayalarından asalat yoka zigrik bilan yojik tayyorlab beraman. Ayni iftar vaqti kelsa yurakka quvvat bo'ladi. Gullenskiy arxivga chabarsam bir dona mol zigrik qilgan ekan, oldimdan videoda kelgandim doğrab, yaxshilab yuvib, tuzlab, qo'rmaga saldim. Qo'rish uchun esa обязательно voha oyoqlaridan foydalandim. Voha oyoqlari hem toza hem sifatli distillangan paxta. Hozir nasam yarım kilo itjan durtda ekansidan oldimdan yojik etaman deb ichine piyoz bilan pomidorlarni doğrab, bunishlarni solib tuxumlarni chaqib, zeylinlarni doğradimdan tuzlarni berib, tumalak atib shalik etdim. Keyin shitirlab ses eshitdi. Ostan borib zigirga qaradim. Zigirga qo'rib bosgan ekan, chesnok bilan lavais berdimdan bir stakan so'z olib, yana dimlamaga qo'yib berdim bir sata. Bir soat bekor turmayin dedimdan, jojikdan podlivasini tayyorlab berdim. Mida etib pomidor, piyoz, bolgarskilarni qovurdimdan, yaxshilab o'ldirib, 2 qoshiq tomatni pasta berib, sos oldimdan, jojiklarni qo'shib, qilib taxlab olib, 40 minut damlamaga qo'yib berdim. Bir qarasam gaz plitan bir gözlük bo'sh ekan. Keyin aslan esa yanında kartoshka ayda qaytib beraman dedimdan, kartoshkani videodagi doğradımdan, qizartirib, qovurib olib, ozgina rolton preparatından berib aralashtirdim, dummoz oldan berdim. Ovqatni hamma reseptini absini yozib qoldiraman, ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, bir like bosib ketsa, videoni kim yaxshisini yaxshi bilasizlar.